Dacha biznesiga qiziqadigan akalar, sizlar mana shu videoni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Yer hisobida tayyor dacha sotuvga qo'yilgan. Manzarani ko'ryapsizlarmi? Xotirjamlik bor ekan. Havosiga alohida gap bo'lishi mumkin emas. Orqa taraf hovlisi turmanda mana bu qo'shnini qilib qo'yganini ko'ryapsizlarmi? Shunaqa zo'r qilib qo'yishgan ekan. Shunaqa manzara gap bo'lishi mumkin emas. Shundan kirasiz, qarang, orqa taraf hovlisi, bu yoqga stulni qo'yib qo'yishgan. Joylari chapani joy. Bu yoq tarafda yozgi oshxonalari, tandirlari, artizanlarni ham chiqarib qo'yishgan. Sauna uchun joylar tashab ketilgan. Bu yoq burchakda sanuzellar, basseynning razmeri ham yaxshi. Chuqurligi 2 metrlar chiqadi. Ikkita tomondan agorotib qo'ygan. Bu joyichi o'zlari uchun semeyniy oilaviy kelib, o'tirib, dam olib ketadigan joy qilib qo'yganlar. Hovliga ham ikkita mashina bemalol sig'adi. Bo'stonliq tumani Bo'chkigacha ham 15 kilometr. Narxi ham zo'r, kattagina hovl bilan boshlanadi, ko'ryapsizlar. Bu yoq burchakda bitta oshxonasi, yonida bolalar uchun yotoqxona. Mana bitta yana bitta yotoqxona, tepada bitta hol va yana bitta xona bor. Narxi $80,000 deyishyapti. Kadastrda 6 sotix plus minus zahvatlari ham bor. 6 sotiqga pul sanasanglar bo'ldi. Egalar nomerini описаниеga yozib qoldiramiz.